Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar va ularning farzandlari. Bugungi ma'lumot juda muhim, chunki u pensiya olayotgan har bir odamga, pensiyaga yaqinlashayotgan har bir fuqaroning oilasiga, ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalarga bevosita tegishli. Men bugun sizga pensiya masalasida nimalar o'zgargani, nimaga befarq bo'lmaslik kerakligi, qaysi holatda pul kamayib qolishi, qaysi holatda qo'shimcha pul yoki qayta hisob-kitob talab qilish mumkinligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Videoni hozirroq oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato yoki tekshirilmagan hujjat odamni oy pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar aynan vaqtida yetib borsa, ko'p oilalar ortiqcha tashvishdan qutuladi. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin endi hammasi avtomatik bo'ladi. Davlat o'zi hisoblab, bank o'zi tushiradi. Men faqat olib turaman deb o'ylardi. Rostdan ham ko'p yillar davomida odamlar shunday yashab kelgan. Pensiya tayinlanadi. Har oy belgilangan sanada pul tushadi. Oshirilsa oshiriladi. Kamaytirilsa sababini ko'pchilik so'rab ham o'tirmaydi. Lekin hozir vaziyat boshqacha. Ma'lumotlar elektron bazalarga bog'lanmoqda. Ish staji, ish haqi, bank kartasi, yashash manzili, nogironlik guruhi boquvchisini yo'qotganlik holati. Qo'shimcha imtiyozlar va qarzdorliklar turli idoralar ma'lumotlari orqali tekshirilmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan adolatliroq hisob-kitob qilishga yordam beradi. Lekin yomon tomoni shundaki, bazada xato bo'lsa, hujjatda nomuvofiqlik bo'lsa yoki pensioner o'z vaqtida murojaat qilmasa, pul kechikishi, noto'g'ri hisoblanishi yoki umuman to'xtab qolishi mumkin. Men ko'p uchratadigan muammo shuki, pensionerning mehnat daftarchasida 32 yil staj bor. Lekin elektron bazada faqat 24 yil ko'rinadi. Yoki ayol kishi 5 nafar farzand tarbiyalagan, ayrim davrlar hisobga olinishi mumkin, lekin arizada bu ko'rsatilmagan. Yoki odam ishlashda davom etadi, pensiya oladi. Keyin ish haqi ma'lumotlari yangilanadi. Lekin qayta hisoblash haqida so'rov bermagani uchun bir necha oy yoki bir necha yil davomida kamroq pul olib yuradi. Shuning uchun bugun men aytadigan asosiy gap bitta. Pensiya bu faqat tushsa bo'ldi degan pul emas. Pensiya bu sizning mehnatingiz, huquqingiz va hujjatlaringiz asosida hisoblanadigan daromad. Uni tekshirish kerak bo'lsa, qayta hisoblatish va xatolarni vaqtida tuzatish kerak. Birinchi navbatda kimlar zudlik bilan o'z pensiyasini tekshirtirish kerak? Men buni aniq guruhlarga bo'lib tushuntiraman. Birinchi guruh pensiyaga yaqinda chiqqanlar. Masalan, odam 2023 yoki 2024 yilda pensiyaga chiqqan bo'lsa, tayinlash jarayonida shoshilinch hujjat topshirgan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasida eski korxona nomi bo'ladi. Korxona tugatilgan bo'ladi, arxivdan ma'lumotnoma olinmagan bo'ladi. Natijada o'tgan yillik ish stajidan 5 yili tasdiqlanmay qoladi. Bu 5 yil ba'zan pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. Misol uchun, bir pensioner 1 million 200 ming so'm atrofida pensiya olayotgan bo'lsa, staj to'liq tasdiqlansa, miqdor 1 million 307 ming yoki 1 million 77 ming so'mga yetishi mumkin. Bu raqamlar har bir holatda alohida hisoblanadi. Lekin oyga 1000 ming so'm farq ham yiliga 1 million 200 ming so'm degani. Keksalar uchun bu dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat xarajatida katta yordam. Ikkinchi guruh Sovet davrida yoki 1990 yillarda turli korxonalarda ishlaganlar. Nega aynan ular? Chunki o'sha davrdagi hujjatlar ko'pincha qog'ozda qolgan. Korxonalar nomi o'zgargan, ayrimlari yopilgan. Ayrim arxivlar boshqa joyga ko'chirilgan. Masalan, bir ayol 1905 yildan 1992 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr noaniq, buyruq raqami ko'rinmaydi. Pensiya tayinlashda bu davr shubhali deb qaralishi mumkin. Agar ayol arxivdan ishga qabul qilingan va ishdan bo'shatilganligi haqida ma'lumotnoma olsa, o'sha 7 yil stajga qo'shiladi. 7 yil oddiy raqam emas. Bu pensiya huquqining asosi. Shuning uchun men har doim aytaman. Eski hujjatlaringizni tashlab yubormang. Mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, bu haqdagi hujjatlar albatta kerak bo'lishi mumkin. 3-guruh pensiyaga chiqqandan keyin ishlashda davom etayotganlar, ko'pchilik men ishlayapman, demak davlat o'zi ko'rib pensiyamni oshiradi deb o'ylaydi. Amalda esa ayrim holatlarda qayta hisoblash uchun murojaat qilish, ish haqi va sug'urta badallari bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri aks etganini tekshirish kerak bo'ladi. Masalan,
pensioner erkak qo'riqchi bo'lib ishlaydi. Oyiga 2 million so'm ish haqi oladi. 2 yil davomida rasmiy ishlaydi. Shu davr uchun tegishli to'lovlar ko'rsatilgan bo'lsa, u qayta hisob-kitob qilishni so'rashi mumkin. Natija katta bo'lmasligi ham mumkin, lekin 1 ming, endi 10 ming yoki 100 ming so'm qo'shimcha doimiy daromadga aylanadi. Eng muhimi, odam o'z huquqini ishlatadi. 4-guruh pensiya miqdori birdan kamaygan yoki to'lov kechikkanlar. Bunday holatda kutib o'tirish eng katta xato. Ba'zan bank kartasi muddati tugagan bo'ladi. Ba'zan karta bloklangan bo'ladi. Ba'zan odam boshqa hududga ko'chgan, lekin yashash manzilini yangilamagan bo'ladi. Ba'zan esa hujjatlarda tekshiruv ketayotgan bo'ladi. Agar pensiya odatda har oyning 10 sanasida tushsa, lekin 15 sana bo'lsa ham tushmasa, men birinchi navbatda bankka murojaat qilishni. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limidan sababini yozma yoki elektron tarzda so'rashni tavsiya qilaman. Og'zaki kutib turing degan javob bilan cheklanib qolmang. Sabab aniq bo'lishi kerak, karta muammosimi, hujjat muammosimi, qayta hisoblashmi yoki boshqa to'xtatish asosimi. 5-guruh nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki imtiyozli pensiya oluvchilar. Bu toifalarda muddat, tibbiy ko'rik, ma'lumotnoma, oilaviy holat, o'qishda davom etish kabi shartlar bo'lishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishni davom ettirayotganini tasdiqlovchi ma'lumotnomani vaqtida topshirmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Yoki nogironlik guruhi belgilangan, muddatli bo'lsa qayta ko'rik vaqti o'tib ketganda to'lov to'xtashi mumkin. Bu yerda aybni faqat idoradan qidirmaslik kerak. Chunki ayrim ma'lumotlar haqiqatan ham yangilanib turishi shart. Lekin idora ham fuqaroga tushunarli izoh berishi, qaysi hujjat yetishmayotganini aniq aytishi kerak. Keling, bir nechta hayotiy misolni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, 67 yoshli ota pensiyaga chiqqaniga 5 yil bo'lgan. U 1 million 100 ming so'm pensiya oladi. O'g'li hujjatlarni tekshirib ko'rsa, otasining 1990-1996 yillardagi qurilish tashkilotidagi ish stajiga kirmagan. Orqadan ma'lumotnoma olinadi. Pensiya jamg'armasiga ariza beriladi. Qayta hisoblash amalga oshiriladi. Natijada pensiya aynan 2-6 ming so'mga oshadi. Oyga 1-6 ming so'm ko'proq. Bir qarashda kichikdek tuyuladi. Lekin yiliga 1 million 920 ming so'm. 5 yil davomida tekshirilmagan uchun qancha imkoniyat boy berilganini o'zingiz hisoblab ko'ring. Ikkinchi misol, 62 yoshli ona nafaqaga chiqqan. Lekin familiyasi turmushga chiqqandan keyin o'zgargan. Mehnat daftarchasidagi eski familiya bilan pasportdagi familiya mos kelmagani uchun ayrim davrlar tasdiqlanmagan. U nikoh guvohnomasini va familiya o'zgargani haqidagi hujjatni taqdim etadi. Shundan keyin staj to'liqroq ko'riladi. Bu juda oddiy masaladek tuyuladi. Lekin pensiya hujjatlarida ism, familiya, tug'ilgan sana, otasining ismi bir harf farq qilsa ham muammo chiqishi mumkin. Ayniqsa eski hujjatlarda O, Va, U, G ruscha yozuvdan lotin yozuviga o'tishda xatolar ko'p uchraydi. Uchinchi misol. Pensioner ayol bank kartasini nabirasiga berib qo'ygan. Nabira kartadan pul yechadi, onlayn xarid qiladi, keyin karta bloklanadi. Ayol pensiya tushmayapti deb o'ylaydi. Aslida pul tushgan, lekin karta operatsiyalari cheklangan. Men bunday holatda kartani hech kimga bermaslikni qat'iy tavsiya qilaman. Pensiya kartasi bu shaxsiy moliyaviy hujjat. PIN kodni aytish, SMS kodni berish, telefon orqali kelgan raqamni aytish juda xavfli. Firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Chunki ular pensiyangiz oshadi, kompensatsiya chiqdi, kartangizni yangilash kerak deb qo'ng'iroq qilib kod so'rashi mumkin. Hech qachon SMS kodni aytmang. Bank ham, pensiya jamg'armasi ham sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. Endi istisnolar, nozik jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, pensiya oshirilgani haqida xabar chiqqanda hamma pensioner bir xil miqdorda ko'proq oladi degan tushuncha noto'g'ri. Oshirish tartibi turlicha bo'lishi mumkin. Ba'zan eng kam miqdorlar oshiriladi. Ba'zan bazaviy hisoblar o'zgaradi. Ba'zan ayrim ustamalar qo'shiladi. Ba'zan hamma pensiya ma'lum foizga qayta ko'riladi. Shuning uchun qo'shningiz 2 ming so'm ko'proq olib, siz 20 ming so'm ko'proq olsangiz, bu darhol xato degani emas. Lekin farq sababini bilishga haqqingiz bor. Men har bir pensionerga pensiya varaqasi yoki hisob-kitob izoni so'rashni maslahat beraman. Unda asosiy pensiya, ustamalar, qo'shimchalar. Ushlab qolishlar bo'lsa, ularning sababi ko'rinishi kerak.
Ikkinchi nozik masala qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar nega pensiyam kamaydi deb hayron bo'ladi. Tekshirilsa, kommunal qarz, aliment, kredit, sud qarori yoki boshqa majburiy ushlab qolish borligi aniqlanadi. Bunday ushlab qolishlar qonuniy asosga ega bo'lishi kerak. Agar siz hech qanday hujjat ko'rmagan bo'lsangiz, sud qarori haqida bilmasangiz, bank yoki ijro organidan yozma ma'lumot oling. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'rganman. Odam eski kreditga kafil bo'lgan, qarzdor to'lamagan, keyin ijro hujjati kelgan. Pensioner esa men pul olmaganman-ku deydi. Kafil bo'lishning xavfi shunda. Shuning uchun keksalar farzandi, qo'shnisi yoki tanishi uchun kreditga kafil bo'lishdan oldin juda ehtiyot bo'lish kerak. Uchinchi nozik masala yashash manzili va chet elga chiqish. Agar pensioner uzoq muddat boshqa hududda yashasa, ro'yxat ma'lumotlari, bank xizmat ko'rsatish hududi, idora bilan aloqa masalalari muammo tug'dirishi mumkin. Chet elga uzoq muddat ketgan pensionerlar uchun ham alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Men bu yerda hamma uchun bitta qoida aytaman. Ko'chdingizmi? Manzilingizni yangilang. Uzoq muddat chetga chiqyapsizmi? Oldindan pensiya jamg'armasi bo'limidan qanday tartib borligini so'rang. Keyin men bilmagan edim deyish ko'p vaqt va asab ketkazadi. 4-masala vafot etgan pensionerning pensiyasi. Bu og'ir mavzu, lekin aytish kerak. Oila a'zolari ba'zan vafotdan keyin kartaga tushgan pulni yechib oladi. Keyin qaytarish talabi keladi. Chunki pensiya shaxsning o'ziga tegishli to'lov. U vafot etgandan keyingi davr uchun ortiqcha to'langan pul qaytarilishi mumkin. Shu bilan birga dafn puli, meros, oxirgi oy to'lovi kabi masalalarda alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensioner vafot etganda oila a'zolari bank kartasidan shoshilib pul yechish o'rniga tegishli idoraga murojaat qilib, qaysi to'lov qonuniy ekanini aniqlashtirgani ma'qul. 5-masala vositachilar va tezlashtirib beraman deganlar. Men pensionerlarga ochiq aytaman. Pensiya hujjatlari bo'yicha rasmiy idoraga murojaat qiling. Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi bo'limi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki ishonchli rasmiy aloqa kanallaridan foydalaning. Kimdir menga pul bering, pensiyangizni oshirib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Pensiya oshishi hujjat, staj, ish haqi qonuniy asos bilan bo'ladi. Hech kim shunchaki tanishi orqali qonuniy bo'lmagan pul qo'shib bera olmaydi. Agar shunday desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat, hamma qo'shimcha to'lovlar avtomatik qo'shilmaydi. Masalan, ayrim imtiyozlar uchun alohida guvohnoma, tibbiy xulosa, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, nogironlik hujjati, qaramog'idagi shaxslar haqida ma'lumot talab qilinishi mumkin. Agar siz o'zingizni qo'shimcha ustamaga haqli deb bilsangiz, nega qo'shilmagan deb kutib o'tirmang. Arza bering, asoslovchi hujjatlarni ilova qiling, javobni yozma oling. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda shikoyat qilish, qayta ko'rib chiqishni so'rash yoki xatoni isbotlash oson bo'ladi. Endi eng muhim qism, bugun, ertaga yoki shu hafta ichida nima qilish kerak? Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, bank karta rekvizitlari, oldingi ish joylaridan olingan ish haqi ma'lumotlari bo'lsa. Hammasini alohida papkaga soling. Asl nusxalarni yo'qotmang, nusxa tayyorlab qo'ying. Ikkinchi qadam, pensiya hisob-kitobingizni tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Agar farzandingiz yoki ishonchli odamingiz yordam bersa, elektron xizmatlar orqali ham ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Murojaatda shunday mazmun yoziladi. Mening pensiyam qaysi ish staji, qaysi ish haqi davrlari va qaysi ustamalar asosida hisoblanganini tushuntirib berishingizni so'rayman. Agar hisob-kitobda kiritilmagan davrlar bo'lsa, qayta ko'rib chiqishni so'rayman. Juda murakkab yozish shart emas. Muhimi, talab aniq bo'lsin. 3-qadam, mehnat stajingizni solishtiring. Mehnat daftarchangizdagi har bir ish joyini alohida yozib chiqing. Qaysi yildan qaysi yilgacha ishlagansiz? Korxona nomi nima, bo'shagan sana qaysi? Keyin pensiya hisobida qaysi davrlar kiritilganini so'rang. Agar biror davr tushib qolgan bo'lsa, o'sha korxona arxivi qayerda saqlanishini aniqlang. Korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. Arxiv ma'lumotnomasida ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana buyruq raqami, lavozim ko'rsatilsa,
Bu juda foydali. 4-qadam. Bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma qaysi telefonga ulangan? PIN kodni kim biladi? Karta kimning qo'lida? Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankka boring. Agar telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankdagi raqamni yangilang. Agar kartadan shubhali pul yechilgan bo'lsa, darhol bankka ariza bering. Kartani bloklang va operatsiyalar tarixini oling. Pensiya kartasini qarindoshga berish ham ba'zan kelishmovchilikka olib keladi. Eng to'g'ri yo'l pensionerning o'zi yoki qonuniy vakili aniq tartib bilan foydalanishi. 5-qadam. Agar pensiya kechiksa, 3 joyini tekshiring. Avval bankdan so'rang, pul tushganmi, karta faolmi, hisob bloklanmaganmi? Keyin pensiya jamg'armasidan so'rang, to'lov yuborilganmi, hujjatda muammo bormi? 3, agar ushlab qolish bo'lsa, ijro organi yoki sud hujjati asosini tekshiring. Har safar ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport raqami, karta raqami bo'yicha xato yo'qligiga qarang. Bir raqam xato bo'lsa ham to'lov kechikishi mumkin. 6-qadam, og'zaki javob bilan cheklanma, yozma izoh oling. Men buni ayniqsa muhim deb bilaman. Chunki og'zaki aytilgan gap ertaga esdan chiqadi, boshqa xodim boshqacha aytadi. Pensioner esa yana boshidan tushuntirishga majbur bo'ladi. Ariza topshirsangiz, ro'yxatdan o'tgan raqamini oling. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Javob kelganda unda nima deyilganini farzandingiz yoki tushunadigan odam bilan birga o'qing. Agar javobda asos yo'q deyilsa, qaysi asos yetishmayotgani yozilishi kerak. Agar hujjat taqdim eting deyilsa, aynan qaysi hujjat ekani ko'rsatilishi kerak. 7-qadam, firibgarlikdan himoyalaning. Telefon orqali pensiyangizga qo'shimcha pul chiqdi. Kompensatsiya olasiz. Kartangizni yangilaymiz. SMS kodni ayting. Plastik raqamni to'liq yuboring desa, darhol suhbatni to'xtating. Hech kimga SMS kod bermang. Pasport rasmini begona odamga yubormang. Telegram orqali kelgan shubhali havollarga kirmang. Agar shubhalansangiz, bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki yaqin bank filialiga boring. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar uchun farzandlari har oy kamida bir marta karta harakatlarini va pensiya tushumini tekshirish foydali. 8-qadam, farzandlar va qarindoshlar pensionerlarga yordam bersin. Lekin ularning o'rniga qaror qabul qilmasin. Bu juda nozik masala. Keksa odam hujjatlarni tushunmasligi mumkin, navbatda turishga qiynalishi mumkin, elektron xizmatlardan foydalana olmasligi mumkin. Yordam kerak. Lekin pensiya pulini nazorat qilish, kartani olib qo'yish, pensionerning roziligisiz qarzga ishlatish noto'g'ri. Pensiya bu pensionerning shaxsiy daromadi. Yordam shaffof bo'lishi kerak. Birga borish, ariza yozib berish, hujjatni tartiblash, bankdan ko'chirma olib berish. Pulni boshqarish esa pensionerning xohishi bilan bo'lishi kerak. 9-qadam, agar siz pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb hisoblasangiz, bosqichma-bosqich harakat qiling. Avval mahalliy bo'limga ariza bering. Javob qoniqtirmasa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Zarur bo'lsa, huquqshunosdan maslahat oling. Lekin murojaatingiz faqat isyotga asoslanmasin. Menga kam berishyapti deyish o'rniga, falon yildan falon yilgacha bo'lgan ish stajim hisobga olinmagan, ilovada arxiv ma'lumotnomasi bor. Qayta hisoblashni so'rayman deb yozing. Aniq fakt, aniq sana, aniq hujjat bo'lsa, natija olish imkoniyati ancha yuqori bo'ladi. 10-qadam, pensiyaga hali chiqmaganlar ham hozirdan tayyorlansin. Agar siz 25, 28, 6 yosh atrofida bo'lsangiz, hujjatlarni oxirgi oyga qoldirmang. Mehnat daftarchangizni ko'rib chiqing. Eski ish joylaringiz bo'yicha ma'lumotlar to'liqmi? Arxivdan nimadir kerakmi? Familiya o'zgarishlari hujjat bilan tasdiqlanganmi? Rasmiy ish haqi va staj ma'lumotlari bazada bormi? Pensiyaga chiqishdan oldin tayyorgarlik ko'rgan odam keyin oylar davomida yugurmaydi. Eng katta yutuq shu, hujjat tayyor bo'lsa, tayinlash jarayoni ham tinchroq o'tadi. Bugungi mavzuning eng asosiy mazmuni shuki, har bir pensioner o'z pensiyasini tekshirtirishga, hisob kitobini bilishga, tushunarsiz kamayish yoki kechikish bo'lsa sababini so'rashga haqli. Hozir ma'lumotlar elektronlashgani uchun ko'p narsa tezlashdi. Lekin eski hujjatlardagi xato, arxiv ma'lumotlarining yetishmasligi, bank kartasi muammosi yoki firibgarlik xavfi ham bor. Shuning uchun befarq bo'lmang. Pensiya tushyaptimi, miqdori to'g'rimi, staj to'liqmi, ustamalar qo'shilganmi, karta xavfsizmi? Bularning hammasini tekshiring. Men sizdan so'rayman, agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya hisobida xato, kechikish,
Stay tushib qolishi yoki bank kartasi bilan muammoga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan saboq oladi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, buvingizga, bobongizga, qo'shningizga yuboring. Chunki bu gaplar har bir pensionerning puliga, huquqiga va xotirjam hayotiga bevosita taalluqli.